Ayollarimizga ko'z tegmasin. Ayollarimizni borlariga shukr. Ayollarimiz mana tashrif buyurgan. Ayollarimiz bor, konsertlarimiz, tadbirlarimiz hammasi chiroyli o'tadi, boringlarga shukr. Ayollarimiz bor, mana shu konsertdan qaranglar, boshqacha bo'lyapti. Er-xotin o'rtasida bo'ladigan kichkina urush janjal ham oilani mustahkamligiga, sevgini mustahkamligiga xizmat qilar ekan. Qarang. Kichkinalar deyman, kattalar emas. Kichkinalar oilani sevgini mustahkamligiga xizmat qilar ekan. Baraka topinglar. Qarang, olimlar er-xotin nimaga o'xshatishgan? Erkak kishi uyni ustuni, ayol kishi uyni bezaklari. Tasavvur qiling, bitta tikka ustum turibdi. Bu hech kimga kerak emas. Bezaklar bo'lmasa, to'g'rimi? Yo bezaklar turibdi, ustum bo'lmasa, u uyda hech kim ushlay olmaydi. Bir-biriga chambarchas bog'liq. Assalomu alaykum. Rahmat. Salomat bo'ling. Bir-biriga bog'liq. Mana er-xotin uyda maza qilib, ko'k choylarni ichib, gaplashib, suhbatlashib o'tirsa, o'g'ilchasi kelibdi-yu, "Oyjon, ruxsat bering, tashqariga chiqib bitta futbol o'ynab kela. Kir uyga darslaringni qil." "Oyjon, ruxsat bering, tashqariga chiqib futbol o'ynayman, qaytib kelaman." "Kir deyapman, darslaringni qil." O'g'ilni ham jahli chiqib, "Oyjon, bo'pti, sizdan ruxsat so'ramasdan tashqariga chiqib necha yoshimdan futbol o'ynasam bo'ladi?" desa, onasi ham, "Dadang ham hali unaqa yoshga yetgani yo'q. Kir, darslaringni qil" demiş. Hatto ayollarimizga gap topberish juda ham qiyin. Ayollarimizga gap topberish juda ham qiyin. Men hayotga e'tibor bergan bo'lsanglar, shifokorning xotini shifokor, tadbirkorning xotini tadbirkor, o'qituvchining xotini o'qituvchi bo'ladi. Keliningiz ham meni kasbimga bu yoqda o'tirgan ayollar hammasi bizning kasbimizga yaqin. Men Muhammad Ali. Men jiyanim bo'ladi. Bu yerda o'tirgan ayollar hammasi bizning kasbimizga yaqin. Bu kun keliningiz menga qarab nima deydi? "Dadajonisi" dedi. "Ha" desam, "Tug'ilgan kunimga meni qayerga olib borasiz?" dedi. "Onangnikiga olib boraman" dedi. 8-martgacha dedi. "Onangnikidan olib kelaman" dedi. To'g'risi-da, noto'g'ri gapirdim men. "Ha, olib kelaman." Bir payt janjal qilib tashqariga chiqib ketdi. Qarasam, eshik gursullab kelyapti. Kayfiyati yo'q. "Nima bo'ldi?" desam, "Qo'shnilar meni baqaloq deyishdi" deydi. "Sen hech ham baqaloq emassan, dunyodagi eng chiroyli ayolsan." "Yo, dugonam bilan meni baqaloq deyishdi" deydi. "Yo, sen hech ham tasavvur qilinglar, 140 kilolik ayol baqaloq hisoblanadi. Shunchaki noto'g'ri ovqatlangan. Sen hech ham dunyoda eng chiroyli ayolsan desam, "Yo, baqaloq deyishdi" deydi. Yomon jahlimni chiqardik. Qani ikkita stulni bir qilib o'tirib, bir boshidan gapirib ber, qaysi qo'shnisang gapirib dedim. Undan ko'ra dedim, yaxshi bir romantik gaplardan gaplashaylik dedim. Bir payt gap xaltasi to'lib qoldi. "Dadajonisi" deydi. "Ha" desam, "Mana 3-etajda turadigan qo'shnilarimiz g'irt romantika" dedi. "Yo'q, nimasi romantika" desam, "Men ularni bir juft oq kabutarga o'xshataman." "Nimasini o'xshatasan" desam, "Hayron qolasiz, bir eri derazadan uchib chiqib ketadi, bir xotini" deydi. Ana romantika. Hozir mana shu oilalarda, er-xotin o'rtasida munosabatlarni yaxshilash uchun hozir motivator, psixolog degan narsalar paydo bo'lgan. Psixolog oldindan bor, motivator so'zi kirib keldi-a bizga. Mana shu oilalarning yaxshiligiga, urush janjallarning qarshiligiga ko'p xizmat qilyapti. Lekin no tarafi ham bor. Motivatorlar nima deydi? Bittasi, birinchi yo'ldan zerikdingizmi? Ikkinchi yo'lga o'ting deb qo'yadi. Uni hamma biladi-ku. Bilmaysizlarmi? Qo'yil xolasi bu qayerdan topadi bu gaplarni? Yana nima deydi? Ko'p pul odamga baxt keltirmaydi deb qo'yadi. Lekin o'zini trening narxi 700 ming so'm. Ya'ni joylar soni cheklangan, tezroq olinglar. O'sha tekin qilib qo'y. Eng qoyil qolgan nima? Bitta ishni qilib sizni joningizga tegyaptimi o'sha kasbingiz? Bir joyga ishlayapti, o'sha joningizga tegyapti. O'sha ishni o'zgartiring, boshqa ish toping dedi. Bir tanishim shu motivator gapiga kirib bir ishini o'zgartirib, bir zavodga ishlardi-da. Bechara o'sha motivator gapiga kiribdi, ishini o'zgartiribdi. 1 yildan beri ish izlaydi. Motivatsiya beradi. Bu gaplarni 50 yil oldin bobom ham aytganlar, prosta shu tagiga muzika qo'yib aytmagan ekanlar-da, chiroyli qo'yib aytsalar. Rostdan bir motivator ham erkaklarga nasihat qilyapti ekan. Ayollarni yaxshi ko'ring. Ayollar quloqi bilan yaxshi ko'ring. Ayollarga sovg'a salomlar, gullar bering. Ayollarga men hozir chiqqan iPhone telefonlardan olib bering. Ayollarga shirin so'z bo'ling degan ana aka xotiniga umuman sovg'a bermagan ekan, gul bermagan ekan.
Telefonni tasavvur qiling. Gulli ham shu kelin kuyovlik paytidagi hali kelinni aldash uchun kichkina qo'liga gul beradi-yu, o'shani bergan, undan keyin gul bermagan ekan. Gap, o'zgaraman degan odam o'zgar ekan. Aka shuni o'zgaribdi, boribdi gul bozordan bir dasta atirgul olibdi. Borib telefon, tilla taqinchoqlar olibdi, uyga boribdi. Eshikni qo'ng'irog'ini shunday chalibdi. Xotini shunday ochsa, bir dasta atirgul turganmi shu. Xotini ham gulga qarab, "Uzr, adashdingiz. Menimcha siz 3-etajga kelgan bo'lsangiz kerak. Yo, menimcha 1-etajga kelgan bo'lsangiz kerak. Meni erim bunaqa narsalar olib kelmaydi." Yana yopib qo'yibdi. Yana qo'ng'iroq chalsa, shuni ochsa, yana atirgullar turganmish-da. Yo, siz adashdingiz. Menimcha siz 2-etajga, yo bo'lmasa 1-etajga. Meni erim bunaqa narsalar olib kelmaydi. Unda kallasi bormi? Hozir keladi u, men podyezddan emaklab, ichib, meni qarindosh urug'imni bir boshda eslab keladi. Bunaqa gul olib kelishga uni kallasi yetmaydi. Yana yopib qo'yibdi. Yana qo'ng'iroq chalsa, bunday ochsa, eri gulni bu yoqqa tortibdi, "Xotinjon, bu menman. Senga gullar olib keldim" desa, xotin umrida gul olmagani, mazasi qochib qolib eshikni oldiga shu bo'yi baravar tashab yubordi. Hushidan ketib qolibdi-yu. Eri ham gulni qo'yib, "Bunga gul olib kelsang ham balo qolasan" deb bir amallab turg'izib olib, "Xotinjon, mana bu telefon" desa, turadigan payt eshik ham kallasini urib olibdi-yu. Voy, bu telefon bir amallab ichkariga kirib, "Dadajoningiz kiring, onajonisi yaxshimisan? Bolalarim yaxshimi? Polaponlarim yaxshimi? Seni qiynab, jigaringni, yuragingni tilka pora qilmayaptimi? Xotinjon, agar kechki ovqatingdan bo'lsa, shu yarim kosagini olib kelsang, bir tamaddi qilib olsam" debdi. Xotini ham xursandligidan yaxshi gapirgan-u. "Menga qo'yib oshxonaga kiraman" deb vannaga kirib ketib qolibdi. Vannadan shunday chiqib ketdi-yu, borib ovqatni olib kelib, maza qilib eri ham yeb, "Dadajonimiz, xotinjon baraka top. Seni ota-onangga rahmat. Voy, umrim bino bo'lib bunaqa shirin ovqat yemagandim. Agar shu ovqatingdan bo'lsa, paftor, ya'ni yarim kosagini olib kelsang" desa, xotini ham qo'lini beliga qo'yib, "Hey, o'ylinga er bo'lmay" debdi. "Nimaga unaqa deyapsan, xotin? Va 21 yildan beri ovqat qilib beraman. Biron marta maqtamaga. Hozir yarim kosagini qo'shni ovqat olib chiqdi, shuni beruvdim. Buni maqtashini qara" degan ekanda. Haqiqatdan ayollarimizga unaqa gapirsangiz ham ko'nmaydi, bunaqa gapirsangiz ham ko'nmaydi. Bir donishmand oldi, bir akamiz borib, "Men o'zimdagi kamchilikni qanday bilsam bo'ladi?" desa, donishmand shunday javob bergan ekan. "Sen o'zingdagi kamchilikni bilmoqchi bo'lsang, uyingga borasan, xotiningni yuziga bitta kamchiligini aytasan. Nafaqat sen o'zingni kamchiliklaringni, balki butun qarindosh urug'ingni ham kamchiliklarini bilib olasan" degan ekan. Ayollarimiz sog' bo'lishsin. Haqiqatdan ayollarimiz rashk qiladi, ha, aka. Mana, er bermoq nima? Ha, hozir xohlagan erkakni yoniga $200 solib ko'chaga chiqarib yuboring, er ham yo'q, pul ham yo'q-da. Endi hozir er berishni o'zi bor. Bizning ayollarimiz rashk qiladi. Chet ellarda rashk yo'q. Chet elda bittasi ketyapti, xotini eriga qarab aytayapti-ki, "Andrey, men do'stlarim bilan toqqa dam olgani ketyapman, kursdoshlarim bilan." "Kimlar bilan ketyapsan?" desa, "Johnny, Jack, Alfredo, Jose Armando to'rtalamiz ketyapmiz" debdi. 4 ta erkak kursdoshi bilan ketyapti ekan. Eri ham nima deymish? "Ehtiyot bu, tog'da toshlari xavfli" deymish. Rashk qarang ahvolini. Ha, bizda shunaqa deysa, Johnny bir minutda divanni ko'tarishib yubordi, deydi, ichkari olib kirib, tap. Ertasiga millardan chiqyapti. Biz mana shu yerga keldik, mana shunaqa voqea bo'lib turdi. To'g'risi-da. Bizda qo'ymaydi, bizda rashk qiladi. Bu ayollarimiz bor, shunaqa rashk qiladi, bir xil ayol bor, aql bilan rashk qiladi. Bir xil ayol bor, shunchaki rashk qiladi, ko'sh-ko'roni yig'ishtirib onasini ketib oladi. Bir xil ayol aql bilan rashk qiladi, kuzatadi. Erkaklarning o'zidan ham o'tyapti va uyga kirishdan oldin SMS bor, SMSni o'chirib, keyin SMSni korzinka degan joyi bor. O'sha joyda ham o'chirib, blokirovka сообщение degan joy bor. O'sha joyda ham o'chirib kiringlar. Erkaklar o'zidan ham o'tyapti. Qo'lga tushib qoladi-da. Hamma erkak gap eshitadi. Bir erkak ham ayol ham erini kuzatib yurganmish-da. To'xta debdi, begona ayollar bilan gaplashib bir kuzatayman debdi. Eri ishdan kelsa oldiga 4 ta tuxumni olib, 4 xil rangga bo'yab qo'yibdi.
eri ham kelib, "Ya, xotin yaxshimisiz? Ovqating bo'lsa, mana tuxumlar." Xotin tuxumlar ham har xilmi? Qizil, sariq, oq. Tinchlikmi? Tovuqlar ham har xil tug'adigan bo'lib ketdimi? Dadajon debdi, "Bu tuxumlar yeng sababini aytaman" debdi. Eri ham turibdi, tuxumni maza qilib yeyapti. Xotinjoyning sababini ayt" debdi. Xotini ham dadasi debdi. "Ha" desa, "Siz begona ayollar bilan gaplashib yurganingizni men sezdim. Men sizga aytmoqchi bo'lsam, ayollar ham mana shu tuxumlarga o'xshab har xil bo'lgan bilan o'zi bir xil" debdi. Eri ham "To'g'ri-ku ya xotinjon, lekin shu 4 ta tuxumni yemasam to'ymasdim-da" degan ekan. Haqiqatan ayollarimiz rashk qiladi-da. Keyin bo'lmaganga rashk qiladiganlar bor. Men keliningiz ham rashk qilibdi-da, bir kun men bir qizni ismini aytib yuborman, uxlagan paytim aytadi-da endi, "Opa, mana shu yerga chiqib hozir Shakira qo'shiq aytsin." Tushida mana shu yerda o'tirgan erkaklar bir 50 tasi kechasi Shakira deb yuboradi-da. Men ham aytib yubormanman-da bir qizni ismini, balo qolib ketdim. Keyin she'r bilan atvet qilib javob qaytardim, shundan keyin qutuldim. Sarlavhasi rashk. Kechroq uyga keldim-da, charchab uxlab yotibman. Charchaganimni bilmadim, xotinimga o'zimni sotibman. "Asalxon, Asalxon, noz qilmang" deb alaqsirab qo'yibman. Xotin oti Halima, endi anglab turibman. "Kim o?" dedi Asalxon. "Manzilni berasiz. Qani bermay ko'ringchi, onangizni ko'rasiz. Aytib chiqay bir. Qo'ni qo'shni barchaga xotinbozga qarorchi qo'yib solgim ko'chaga. Endi nima qilaman? Bahona topish kerak. Bitta shubami yo tilla zanjirmi, iPhone qilib bo'lsa ham bu ishni yopish kerak. G'oya keldi kallamga. Xotin uxlashini kutdim, shubha qilmasin deya ajib bir yo'lni tutdim. Uxlab qolgach xotinjon yuziga tarsaki berdim, ko'zlarimni lo'q qilib, "Qo'chqor akam kim?" dedim. Indamasam berilib to'lg'onyapsan, kulyapsan, "Qo'chqor aka qo'yib yuboring, bo'ldi" deyapsan. Endi javob berasan. Yuragingni yulaman. Qo'limga tushsa o'sha qo'chqoringni ham so'yaman. Xotin hayron xotinjim. "Tavba, shunday dedimmi? Asalxon deb gapirsa tushunmabman erimni. Yalinishga tushdi-da, ishonib shu so'zimga kechiring derdi demay termilib olib ko'zimga. Ana ko'rdingmi xotin? Meni aybdor bilmagin. Bugun Shahnoza desam uyg'otib ham yurmagin." Ayollarimiz sog' bo'lsin. Haqiqatan hozir aka zamon rivojlanadi. Hozir texnika zamoni bo'lib qoldi. Oldin mahallalarda bitta mahallada 2 ta yo 3 ta mashina bo'lardi. Hozir har bir xonadonda 2 ta 3 tadan mashina bor, to'g'rimi? Har bir xonadonda. Men esimda uyimizda bitta Jiguli bo'lardi. O'sha Jigulini qishloqdan itarmagan odam qolmaganda. Rostda. Bitta qo'shnimiz og'ir atletika bo'yicha chempion bo'ldi. U qayerdan bo'ldi deysizlar? O'sha Jigulini tarib bo'ldi u. O'zi uncha kuch kelmaydi. Hozir misol uchun rivojlanib ketdi. Xohlagan pulingizga mashina bor. Hozir shopirsiz mashinalar chiqyapti. Odamni-chi, puli ko'paygandan keyin shopirab yoqmay qoladi. Puli ko'p odamga savol beraversangiz yoqmaydi-da. O'shalarni o'ylab hozir shopirsiz mashinalar chiqadi. Ichsa 50 gram icham, 100 gram icham, 200 gram icham, ichib rulga o'tirsa o'sha mashina yurmaydigan funksiyalar bor ekan. Qo'yil, ichsangiz yurmaydi. Kim ichgan bo'lsa mashinadan umuman yurmaydi mashina. O'zimizda GM'ni mashinalaridan aylanayam, Nexia, Damaslardan. Shopir ichadi. Yonidagi sheriga ichadi. Orqadan 3 ta qotib qolgan. Ana u mashina bir og'iz hech narsa demaydi, uyma-uy kirib tashab chiqadi. Yana u ichganini biladi-da, u sezadi qanaqadir. Bir o'g'ay haqiqatan rivojlanish zo'r. Bir o'g'aynim bor, Amerikada fura haydaydi. Elbek deydi, avariyni holat Amerikada juda ham kam deydi. 10 palasa yo'l Amerika nariyoqqa qarab ketgan, 10 palasa yo'l bu yoqqa qarab kelgan deydi. Avariyni holat juda ham kam. Yo'lning atrofida hech narsa yo'q deydi. Maqtanyapti-da menga. Men aytdimki, bizda ham shunaqa dedim. Trassamiz dedim 2 palasa yo'l nariyoqqa qarab ketgan. 2 palasa yo'l bu yoqqa qarab kelgan. Uni ham bitta palasasiga baraka topsin, tarvuz, qovun, alma, anor, Andijon marojni, xoddoyxona, hamma narsa qo'yib olgan. Ki avariyning holat bizada bo'lmasa, ularda bo'lsin. Bitta palasaga qatnayapmiz-da hozir.
Yana nima deydi menga? Elbek deydi, "Meni mashinamda kelyapmiz Samarqandga qarab." Elbek deydi, "Ha" desam, "Ertalab turaman" deydi. Furani minishni oldim, bitta stakanga suv solaman dedi. Furani oldiga qo'yaman dedi. Tarpetkasiga qo'yib qo'yaman. "Voy, 1000 kilometr yuray. 1,5 kilometr yuray, bir tomchi o'sha suv to'kilmaydi" deydi. Bizda ham shunaqa, bitta suv qo'y dedim. Bitta stakanga suv qo'ydi, jintirani oldiga qo'y dedim. Mashinaning oldida tarpetkani ustida shunday qo'yuvdi. Bir 20 metr yurgan bilaman, suv ham yo'q, stakan ham yo'q. Nima qilding sen desam, qo'y deding, men ichishga qo'ygan dedim senga dedim. Bizning yo'llarga radiatordagi suv to'kilib ketyapti, sen stakanni aytasan dedim. To'g'risi, atrofga ketsangiz, men qator bir kun vodiyga qarab ketyapman, Angren yo'lga qator mashinalar turibdi. Menimcha bir to'xtab dam olyapti ekan desam, hammasi tushib olgan balonni ham naq ichyapti. Yamanaga tushgan ekanda, haqiqatan eng mana shu yo'llarga qatnaydigan eng zo'r shopirlar bu viloyatga, trassaga qatnaydigan taksistlarga bitta qarsak chalinglar. Haqiqatan bular shuncha radarlardan orttirib bola chaqasini boqib baraka topsin. Bular zo'ru, lekin bularda ham notarafi bor. Bayram kuni otasini ham tanimaydi-da. Borsak, Samarqandga ketishimiz kerak. Studentimiz o'sha paytda. Yangi yilga ketishimiz kerak. Yo'l kira narxlari qimmat. Bir og'aynim aytdiki, "Elbek" dedi, "Ha" desam, "Yuring" dedi, "Men dadam Toshkent Samarqand qatnay, birga mashinaga ketamiz" dedi. "Aniqmi" desam, "Ha, olib ketam." Nima deganingiz? Dadam-ku olib ketadi" dedi. Bordik. Stenkaga bordik. Dadasiga "Assalomu alaykum dada" desa, dadasi ham "Samarqand bitta odam" deydi. "Assalomu alaykum dada" desa, "Samarqand bitta", o'g'liga qaramayapti. Oxiri oldiga borib, "Dada, assalomu alaykum. Onam aytuvdilar, yangi yil bayramini birga kutar ekanmiz. Shu olib ketsangiz, shu oilaviy kutsak" desa, dadasi ham, "Onangni aytganini men qachongacha qilaman? Ha? Bor. 5-mi, 6-yanvarga olib ketaman. Hozir 300 ming, 400 mingni odam olib ketyapman" dedi. O'zini bolasini olib ketmayapti. Hali ham ma'na aytmadi. Ma'na aytsa shu stengaga urib bir narsa qilardi bu bola. Rostdan-da. Olib ketmayapti o'zini bolasi. Eng qizig'i, taksilarda zo'r odati bor. "Aka, shoshib turibman. To'yga kech qolyapman. Shu to'lgan mashina bo'lsa birdan ketsam, bitta odamlik olib shu ketsanglar" desam, "Aka, manda, yuring." "Aniq to'lganmisiz?" desam, "Aka, yuring. Taksilar qachon yolg'on gapirganini eshitgan. Yuring." Shunday o'tiramiz, shunday yuramiz. "Aniqmi?" desa, "Yuring" dedi. Shunday borsam, haqiqatan 3 ta odam o'tiribdi. Zo'r bo'ldi deb shunday o'tirdim, ana 3 ta odam shunday tushib ketdi. "Nimaga tushib ketyapsizlar" desam, "Aka, biz ham shu liniyaga qatnaymiz, taksist biz shunaqa odam to'ldiramiz" dedi. Qo'yil dedim. Keyin mana shu trassaga qatnaydigan shopirlarcha eng tez yuradigani bu qayerda taksilari? Qashqadaryo qoldi hozir. Bu Surxondaryo degan chiqar raketa. Yomon tez qayda ekan bular. Bir kun amakim bilan chiqdik, Samarqanddan chiqdik, yonimizda 170 bitta Cobalt ship bitib o'tib ketdi-yu. Amakim aytdi, "Elbek" dedi, "Mana shu biz shuncha yildan beri yo'lga yuramiz" dedi. "Shu Cobalt yo bizdan 5 minut oldin boradi" dedi. "Yo bo'lmasa 5 minut keyin bir xil boradi, ko'p farq qilmaydi" dedi. Men nomerini yodlab qoldim. "Hozir yo'lda uchratamiz Elbek" dedi. "Ha, xo'p" deb keldim. Sirdaryoga ko'rib qoldik rostdan. O'sha Cobaltni ko'rib qoldik. To'xtab so'ray" dedi. "Aka, voy shuncha tez hayda o'tib ketdingiz. Barib biz qator kerak ekansiz-ku mana" desa, aka ham, "Yo'q, men Toshkentga 4 ta odam tashab, 4 ta odam olib qaytyapman aka" dedi. Yomon tez qayda. Bir kun ketyapman, shom payti qorong'i, Surxondaryoning taksisining orqasidan 140 ketyapman. Mana 140 ketyapman. Radarga yaqinlashgan, meniki antiradarim chalib qoldi. Ala Surxondaryoning shopiri shu radarning oldiga borganga, gazini ham tashamadi. 140 o'tib ketdi. Radarning oldiga borganga shunday mashinani o'chirdi, faralari uchdi. 500 metrdan shunday yana ketdi-yu. Men qo'yil qoldim. Borib so'radim. "Aka, shunday qildingiz" desam, "Buni siri bor" dedi. "Nima?" desam, "Radarning oldiga" dedi. "Shu katta tezlikda kelsangiz, gazni tashamang" dedi. "Shu radarning oldida yaqin qolganga" dedi, "bitta mashina o'chirasiz, faralari o'chadi, 500 metrdan bitta yoqasiz, radar urmaydi" dedi. Zo'r ekan-ku dedim. Qaytishga xuddi shu radarning oldiga men ham 140 haydab keldim. Tezlikni tushirganim yo'q. Shu radarning oldiga keldim, mashinani bitta o'chirib 500 metrdan keyin shunday bitta yoquvdim, uyga kelib qarasam 3,655 ming ketdi. Buni ham qilgan qilar ekanda, aka, har kim ham qila olmay ekan. Qo'yil qolasiz. Men keyin ko'chada yursanglar, bez nomer mashinalar bor, bilasizlar, ha? Bez nomer, yo'l ber deyveradi. Oldimda mashina bor, yonimda mashina bor. Yo'l ber deydi. U qanaqa kalla bo'lish kerak, u uchun?
Oldimda mashina bor, yonimda mashina bor. Yo'l berishda iloji yo'q. Margat qiladi. U mendan uchib o'tish kerak, shunda o'tadi. Bo'lmasa yo'l berib bo'lmaydi. Shu bir amallab yo'l berib yubordim. Kimda Sirdaryoning 20 talik zapravkasi bilasizlar? O'shida shuni qayrildim va bittasi laylagida urib ketgan. Laylagida urishda necha tezlik bo'lish kerak? Laylak tipirchilayapti yo'l bo'yiga. Laylagida oldiga bordim sekin. Laylak nima bo'ldi desam, "Ey aka, radarlar qo'yilgandan keyin sal past uchuvdik" deydi. Bittasi kelib urib ketyapti-da dedi. Laylak siqilma dedim. Tinchlik bo'lsa, nima qayerga ketyapti desam, "Aka, bugun kichkina o'g'ilchani tug'ilgan kuni edi, Sirdaryoga baliqqa ketyaptim" dedi. Laylakni u yoq bu yoqlarini qanotlarini to'g'riladim, qo'liga 200 ming berib uchirib yubordim. Yana bir 50 kilometr yurdim, bittasi sigirni urib ketgan, molni urib ketgan. Molni oldiga bordim. Nima bo'ldi desam, "Aka, men peshxoddan o'tayotgandim, bittasi kelib urib ketdi." Xafa bo'lma desam, "Aka, siz xafa bo'lmang, ko'p shopirlar bizga o'xshab ketyapti" deydi. Haqiqatda o'qimay olganlar ham ko'pda va o'qimay hozir zo'r bo'ldi prava. Hozir zo'r bo'ldi. Bittasi 7 marta imtihon topshirdi pravaga. Basharasini ham ko'rsanglar pravaga o'xshab ketganda. Qiyin bo'ldi. Hozir endi o'qib oladi, shuni avarinli holatlar kam bo'ladi. Bir kun Toshkentda Chorsu steygadan shuna chiqyapman. Bitta opa shuna chiqayotdi, mashinam keldi, baloniga urib, banferi sinib, shuna yiqilib tushdi. Opa shunday meni oldimga keldi, bunday qaradi, raqamim o'sha payt 30 da yuraman. Bunday qaradi, "Boplay" dedi. "Menga qara, nima qilib yuribsan sen shaharda o'rtasi? Men mashinam qilib berasan." "Opa, men urganim yo'q. Qilib berasan meni mashinamni. Sen nima qilib yuribsan o'zi sentrda? Va tushunmadim seni. Qanaqa bo'lasan sen? Qilib berasan meni mashinamni. Tushundingmi? Hozir gay chaqiraman." "Opa, gay chaqiring" dedim. "Chaqiring gay" dedim. To'g'risida ungacha nima bo'ldi? Raqamini ko'rib shunaqa deyapti. "Chaqiring" dedim. Gay keldi, kameralar ko'tardi. "Opa" dedi, 150% sizda ayb ekan dedi. O'zingizni mashinangizni ham o'zingiz qilasiz. Bu kishini ham e'tirozlar bo'lsa, bulankini ham to'lab berasiz, qilib berasiz dedi. Opa ham sekin oldimga kelib, "Uzrda zemlak, men ham Samarqand Payariqdan bo'laman. Chorsida qurt sotamiz-da. Uzrda" deydi. Qo'yil dedim. Haqiqatda ayollarimiz mashina minmasin-da. Ayollarimiz shopirlar, 100 da yurmanglar, 100 ga kiringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyin yo'llarda uchratib qolamiz. Shopirlarning eng qiziq hozir orqasiga nom yozib olish moda bo'lgan. Qo'yil. Bittasi orqasiga Damasda "Ya xuligan" deb yozib qo'yibdi. Kim ekan bu shopir deb shuna borsam, bir 78 ga kiradigan otaxon mana ketyapti. Skorga arang oladi. "Ya xuliganmish." Qo'yil. Yana bittasi orqasidan deb yozib qo'yibdi. "Otam davlatim, onam jannatim" deb qo'yibdi. Mana haqiqiy farzand. Nexia 2 da yozib qo'ygan ekanda, haqiqiy farzand. Mana haqiqiy muxlis. Rahmat. Sog' bo'ling. Qashqadaryo Kosondan kelishgan. Tarsaginglar. Sobir aka. Rahmat. Garnek sanatoriyasi. Rahmat. Shu orqasiga yozib qo'ygan. "Otam davlatim, onam jannatim" deb yozib qo'ygan. Baraka topsin deb. Kim ekan bu? Bunaqangi mehribon bola. Kim ekan bu deb shunaqa mashinani bosyapman, yeta olmayapman-da. Nexia 2 da var, legendada yetib bo'lmayapti. Kim ekan buni shopiri deyapman. Yana bosyapman, yana yeta olmayapman. Bunda qarasam, bir 18 mi 19 yoshga kirgan yigit, ichida bir 4 ta qiz tog'di yo'liga boshqa qarab ketyapti. Ota-onasini davriga yozib qo'ygandir. "Otam davlatim, onam jannatim" maza qilib yurgandir. Yana bittasi orqasiga "Zakasga o'ldiramiz" deb yozgan. Matizning orqasiga. Bu nima ekan dedim. Shuni sekin bordimmi, chekkaga olib, "Aka, tinchlikmi? Bitta ish bor" dedim. Bittasi qarzini bermayapti desam, "Ya, aka, biz unaqa ish qilmaymiz. Biz mana tarakam burga o'ldiramiz" deydi. Unaqa qilib yozib olmaylar dedim. Haqiqatdan shopirlarimiz ko'z tegmasin. Baraka topinglar. Shopirlar 100 ga yurmanglar, 100 ga kiringlar. Rahmat.